Siz usta sifatida xuddi shunaqa taklif berib, olsa bo'laveradi degan bo'lsangiz, sizni gapingizga ishonib mulkdor shuni buzdirdimi? Javobgarligini bo'yniga olalasizmi shuni? Siz aytyapsiz-ku, buzsa bo'laveradi, har qanaqasiga deyapsiz. Periodga qilsa bo'ladi. Periodga bo'lsa qani nima asosda gapiryapsiz? Siz shunday Sizni gapingizga xuddi sizga o'xshagan ustalarning orqasidan qancha fuqaro jabr ko'ryapti. Marg'ilon shahrida ko'p qavatli uyning ichki konstruksiyasini o'z boshimchalik bilan buzib tashlangani aniqlandi. Farg'ona viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan o'rganish davomida Marg'ilon shahri Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini Burxoniddin Marg'iloniy ko'chasi 464-uy 20-xonadonda ko'p kvartirali uyning ichki konstruksiyasini o'z boshimchalik bilan buzilganligi aniqlandi. O'rganish davomida xonadon mulkdori tomonidan binoning ichki konstruksiyasini o'zgartirib, xonadon to'siq devorlari buzilgani hamda ularga shikast yetkazilgani ma'lum bo'ldi. Bunday o'z boshimchalik bilan amalga oshirilgan o'zgartirishlar binoning mustahkamligi va xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mazkur holat yuzasidan mulkdorga nisbatan uy-joy kommunal nazorati elektron tizimi orqali qoidabuzarlikni ixtiyoriy ravishda bartaraf etish hamda obyektni dastlabki holatiga keltirish bo'yicha bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatma berildi. Shuningdek, ko'rsatma talablari belgilangan muddatlarda bajarilmagan taqdirda amaldagi qonunchilikka muvofiq sud organlariga murojaat qilinishi va qoidabuzarlikni majburiy tartibda bartaraf etish choralari ko'rilishi yuzasidan tushuntirishlar berildi. Eslatib o'tamiz. Ko'p qavatli uylarning konstruktiv elementlariga o'z boshimchalik bilan o'zgartirish kiritish nafaqat qonunbuzarlik, balki bino va unda yashovchi fuqarolar xavfsizligiga ham jiddiy xavf tug'diradi. Birinchi safar ogohlantirish berishdi. Mana shu mutasaddi tashkilotlar orqali biz minnatdormiz. Birinchi safar ogohlantirib ketishdi. Faqat aytganlarni qilib qo'yamiz. Haqiqatda bilmagan ekanmiz, xatoyimizni tushunib yetdik.